Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Bosniyada qaza qılğan Uyğurning dəfn işlərinə to'sqinlik qilmoqda. İlgari Şərq Türkistandagi Xitoyning jazo lagerida vazifa o'tagan, keyin chet elga chiqib bu haqda guvohlik bergan Ahmadjon Ahad ismli Uyg'urning Bosniya Hersegovinadagi gumonliq o'limidan keyin meyiti 2 oydan buyon jasad saqlash uyida saqlanib turmoqda. Xitoyning dafn ishlariga aralashishi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida tahdid andisini qaytadan kun tartibga elib kelgan bo'lib, Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közetiş Cəmiyyəti Ahmadjon Ahadning o'limiga munosabatlik e'lon qilgan yozma bayonotida 5 xil talabni o'ttirg'a qo'ydi. Bu yil 30 may Bosniya Hersegovinaning poytaxti Sarayevoda tuyuqsiz qazo qilgan Ahmadjon Ahadning o'limi va orqadan jasadining 2 oydan ortiq vaqtdan buyon jasad saqlash uyida saqlatilishi ham muhojiratdagi Uyg'urlarning ham inson haqlari tashkilotlarining kuchlik andisini qo'zg'adi. 2016 yildan 2021 yilgacha Şərq Türkistandagi jazo lagerlarida muallim va kuzatuvchi sifatida vazifa o'taganligi ma'lum bo'lgan Ahmadjon Ahad keyin chet elga chiqib guvohlik berib, Xitoyning Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilgan edi. 2023 yili Turkiyaga panohlik tilab kelib, Yevropaga ketishga uringan 42 yoshlik Ahmadjon Ahad 2025 yili 30 mayda Sarayevo Universiteti klinikalik davolash markazida qazo qilgan. Doktorxonaning xotirasida o'lish sababi kasallik deb yozilgan. Xitoyning Sarayevodagi bosh elchixonasi bo'lsa, Ahmadjon ismli fuqarosining kasallik sababidan qazo qilganligini, oilasiga uqtirish qilganligini bildirgan. Biroq meyit 2 oydan buyon jasad saqlash uyidan chiqmagan bo'lib, Uyg'ur faoliyatchilarining deyishicha, Xitoy rejimi dafn ishlarini qasddan kechiktirgan va Uyg'ur tashkilotlarining meyitni islomiy qoida bo'yicha dafn qilishiga yo'l qo'ymagan. Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közetiş Cəmiyyəti Ahmadjon Ahadning o'limiga doir e'lon qilgan yozma bayonotida bu voqeaning faqat shaxsiy bir yo'qotish emasligini, balki Xitoyning chegara halqagan bostirish usullarining navbatda yetib kelgan nuqtasini ko'rsatadigan ichinishli bir misol ekanligini ta'kidladi. Cəmiyyət yana Ahmadjon Ahadning Yevropa axborot vositalarining ko'plagan ziyoratlarini qabul qilishi va Chex parlamentida sungan guvohligidan keyin Xitoyning nishoniga aylanganligini o'ttirg'a qo'ydi va uning o'limining sirliq holda yuz berganligini, jasadining Sarayevodagi doktorxona jasad saqlash uyida 2 oydan buyon saqlatilayotganligini bayon qildi. Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közetiş Cəmiyyəti bayonotida yana Xitoyning uzun muddat untinsiz turgandan keyin tuyuqsizlik meyitga ega bo'lishga urinishi va mustaqil qonun doktorining tekshirish talabiga yo'l qo'ymasligining jiddiy andisha paydo qilganligini ta'kidlab, meyitning berilmasligining muhojiratdagi Uyg'urlar orasida ruhiy besim paydo qilayotganligini, shundaqla buning tirik guvohchilarga nisbatan tahdid solish xarakterida ekanligini tilga oldi. Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közetiş Cəmiyyəti bununla yana bir misal keltirib, İstanbulda yaşaydigan Uyg'ur yosh Yusuf Ahmadning 2020 yili qaslab o'ldirish suiqasdiga uchraganligini eslatdi va bu voqealarning Xitoy istixborotining chet eldagi guvohchilarga qaratgan tahdid va bostirish andisisining bir qismi ekanligini ta'kidladi. Xitoyga josuslik qilishga majburlanganligini xalqaro axborot vositalariga oshkorlayotgan Yusufjon Ahmad 2020 yili 2 noyabrda qurolliq hujumga uchrab palach bo'lib qolgan edi. Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közetiş Cəmiyyəti o'ttirg'a qo'ygan 5 asosiy talab tovandikicha. Birinchi, ochiq va mustaqil tekshirish. Ahmadjon Ahadning o'lim sababining aniqlanishi uchun Bosniya Hersegovina organlariga xalqaro qo'llaydigan mustaqil tekshirish chaqiriqi o'ttirg'a qo'yildi. Ikkinchi, meyit huquqiga hurmat qilish. Jasadning texmo ko'p saqlatilmay islomiy qoidaga mos shaklda dafn qilinishi kerakligi ta'kidlandi. Uchinchi, xalqaro hissdoshlik. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va xalqaro jamoatchilikning bu voqeaga parvosiz qaramasligi, Xitoyning chegara halqagan bostirishlarga qarshi ochiq pozitsiya bildirishi talab qilindi. 4. Besim taktikalariga qarshi o'rtaq pozitsiya. Josuslik, o'g'irlash, qo'rqitish va bürokratik to'salg'u qatorliq usullarga qarshi davlatlarning o'rtaq kurash qilishi kerakligi ifodalandi.
5. Muhojiratdagi Uyg'urlarning qo'g'dilishi. Har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarning bexatarligining ta'minlanishi uchun diplomatik va qonuniy choralarning kuchaytirilishi talab qilindi. Bayonotning oxirida bu jarayonning faqat Uyg'ur jamiyatini emas, inson haqlarini hurmat qiladigan barliq qatlamlarning o'rtaq siniqi ekanligi ta'kidlanib, Ahmadjon Ahadning gumonliq o'limi va meyit kirisi dunyoning bir vijdon siniqi. Uning o'chirilgan ovozi hozir dafn qilinishni kutayotgan badani orqali so'zlashni davomlashtirmoqda. Bu chaqiriqqa quloq solish va harakatga kelish insoniy huquqlarga hurmat qiladigan barliq taraflar uchun o'rtaq bir mas'uliyat hisoblandi degan iboralarga o'rin berildi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining saylimi o'tkazildi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi 2 avgust İstanbulda umumiy saylam yig'ini o'tkazib, yangi bir navbatlik rais va idora hay'at a'zolarini saylab chiqdi. İstanbulning Safaköy rayonida o'tkazilgan mazkur yig'inga birlikka a'zo tashkilotlarning vakillari va a'zolari bo'lib 50 kishi qatnashgan bo'lib, Qur'on tilovatidan keyin birlikning muvaqqat raisi Nurmuhammad Turkistoniy birlikning xizmat faoliyatlaridan doklad berdi. Keyin vakillarning tasdiqlashi bilan saylam komiteti qurildi. Saylam komiteti saylam qoidalarini e'lon qilgandan keyin birlikning idora hay'at a'zolari saylami boshlanib, bilet tashlandi. Saylamda Nurmuhammad Turkistoniy boshchiligidagi 9 kishidan tarkib topgan idora hay'at a'zolari guruhi ko'p sonli ovozga erishib, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining yangi bir navbatlik idora hay'at a'zoligiga saylandi. Saylam komiteti e'lon qilgan saylam natijasiga asosan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining sobiq muvaqqat raisi Nurmuhammad Turkistoniy rasmiy rais bo'lib saylandi. Muavin raislikka Ubulqosim Zarabshon va Musajon Ar tayinlandi. Birlikning bosh kotibligiga Zikrullo Olim, moliya mas'ulligiga Nizomiddin Tamkini, ayollar va oila ishlari mas'ulligiga Munavvar Uyg'ur xonim tayinlandi. Shvetsiyadan kelib yig'inga qatnashgan Ibrohim Yusuf birlikning Yevropa vakilligiga tayinlandi. Abdusalom Taklamakan va Mardan Uyg'ur idora hay'at a'zosi bo'lib tayinlandi. Birlikning bayonotiga asoslanganda saylam natijasiga binoan yangidan saylangan rais Nurmuhammad Turkistoniy va boshqa idora hay'ati a'zolari 2025-yil 4 avgustdan boshlab Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligiga rasmiy turda vakillik qilib vazifa o'taydi ekan va qonunliq mas'ullari deb qaraladi ekan. Yangi doklad Xitoyning chet eldagi qora qo'lini oshkorildi. Yangi e'lon qilingan bir dokladda Xitoy rejimining Angliyadagi universitetlarda o'qiydigan Xitoy o'quvchilaridan saboqdoshlarini kuzatishni, o'qituvchilardan Xitoy rejimiga aloqador sezgur temalar haqida so'z qilmaslikni talab qilganligi fosh qilindi. BBC'ning 4 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Angliya aql ombiri Angliya Xitoy ochiq oshkorligi maxsus tekshirish orqali Xitoy rejimining Xitoy o'qituvchilarini darsxonada sezgur masalalarni munozir qilmaslik haqida ogohlantirganligini oshkorlagan. Mazkur doklad oldingi hafta Angliyada yangi bir qonun kuchga ega bo'lgan mezgilga to'g'ri kelgan bo'lib, mazkur qonunda universitetlarning boshqa davlatlar bilan hamkorlik kelishimi bo'lgan ahvoldami ilm erkinligi va fikr erkinligini qo'g'dishi talab qilingan va universitetlar bu mas'uliyatini ado qilmagan taqdirda necha million funt sterlinglik jarimaga duch keladiganligi bildirilgan. Dokladda Angliyadagi bir qism universitetlarning Xitoy o'quvchilarining o'qish puliga ziyoda tayinib qolganligi, bu sababli Xitoy rejimining aralashish qilmishiga yuzlanishni xohlamaganligi qayd qilingan. Dokladda yana Angliyada bir qism sezgur tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan ba'zi Xitoy tadqiqotchilarining Xitoy rejimining tahdidiga duch kelganligi, jumladan Xitoy amaldorlari, Xitoydan kelgan ziyoratchi tadqiqotchilar va shundaqli Kunzi instituti xizmatchilarining ularga tahdid solganligi bayon qilingan. Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi bo'lsa, dokumentdagi mazmunlarni inkor qilib, buning asossiz va bema'ni ekanligi, Xitoyning Angliya va boshqa davlatlardagi so'z erkinligini hurmatlaydiganligi haqida jar solgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.